talabalar uchun juda ham esda qolarli kun. Yillar davomida orttirgan bilimimiz, mehnatimiz va orzularimiz bugun mevasini bermoqda. Biz bugun yangi hayotga katta qadam qo'ymoqdamiz. 4 yil davomida men uchun juda ham esda qolarli damlar bo'ldi. Hayajondaman judayam. Mana qo'yib ketganimga 4 yil o'tib ketibdi, xuddi kechagi kundagida. Magistratura bosqichini ham davom ettirasiz? Ha, albatta davom ettirmoqchiman. Qaysi yo'nalish? Iqtisodiyot yo'nalishida davom ettirmoqchiman. Ayajon, sizga rahmat. Sizni yaxshi ko'raman. Menga shunchalik ishonch, mehr, muhabbat berganingiz uchun rahmat kattakon. Siz ham farzandingizga dil izhorlar ayta olasizmi? Hamma farzandlarga, hamma yoshlarga, xususan qizimga ham omad tilayman kelgusidagi o'qish va ishlariga. 4 yil ichidaman ko'p yutuqlarga erishdim. Asosiysi ko'p do'stlar orttirdim, ustozlarimizdan ta'lim oldim. Juda ham xursandman. To'rt yil ichida qanday yutuqlarga erishdim? Juda ham ko'p yutuqlarga erishdim. Bilsa kerak, hozirgi kunda HIH loyihasi bo'lib o'tmoqda. Shu loyihaning menejer lavozimidaman. Bundan tashqari ko'plab yutuqlarga, masalan, Latviyaga bo'lgan sayohatimiz davomida shu yutuqlarni qo'lga kiritganmiz. Juda ham ko'p yutuqlarimiz bor. 4 yilimiz biz uchun juda ham omadli kechgan. Institut zo'r. O'simlikshunoslik yo'nalishi bo'yicha magistraturadan davom ettirmoqchimiz. Shu 4 yil vaqtimiz aynan bir kun ichida o'tib ketgandek o'zimizda taassurot uyg'otmoqda. Amaliy ham nazariy bilimlarga ega bo'ldik. Bundan tashqari shu chet davlatlariga borib, institutda olgan bilimlarimizni hammasini magistraturada ham davom ettirib, undan keyingisi yana ham ko'proq izlanishlar qilib, Xudo xolasa mana shu institutimizning nomini yana ham yuqoriroqqa ko'tarishga o'zimizning hissamizni qo'shamiz degan umiddamiz. Mana a'lo baholar bilan tugatdi o'qishini. Xudo xohlasa magistraturada ham shu joyda davom etmoqchi. O'zlarimni oldimga qo'ygan maqsadlarga mana o'z ismi maqsad yetyapti. Hozir bitirayotgan hamma tengdoshlarim, kursdoshlarim hammasiga omad tilayman. Albatta magistratura o'qish niyatim bor, shu o'zimizning institutda. Rahmat sherdagi o'qituvchilarga, ta'lim bergan ustozlarga, hammasiga rahmat. Nima deb o'ylaysiz? Bu gruppada eng ko'p kitobni qaysi talaba o'qidi? Qaysi kursda o'qidi? Eng ko'p kitobni Faridun o'qiganda, Ergashev Faridun. Qo'lingizni ko'tarib qo'yamiz. Faridun, agar she'rda bo'lsa, She'rda. xo'p. Eng aqlli kursdoshim deb kimni ko'rsatasiz hozir? Hadicha, Amanova Hadicha. Bu yerda yo'q-a hozir? She'rda. Orqada. Qo'lni ko'tarib qo'yamiz. Aha. Xo'p, nechta kursdoshingiz o'sha chet elga borib keldi amaliyot o'tashga? 11 kishi. Bu yerdan kimlar bordi? Qo'l ko'tara olamizmi? Aha, bu demak chet elga borib kelganmiz. Shunday. Aha, yaxshi. Xo'p, guruhdan necha kishi magistraturada o'qishni davom ettirmoqchi? Deyarli hamma. Deyarli hamma. Shunday. Aha. Ajoyib. Eng sho'x, eng bir nima edi, quloqsiz deymiz-ku qo'shtirnoq-ichida. Shunday kursdoshingiz qaysi bu yerda? Abdurahmonov Diyorda. Qo'lni ko'tarib qo'yamiz. Xo'p, darsga eng ko'p kechikib keladigan kursdoshingiz qaysi bu yerda? Abror. Kim Abror? Ha, darsga eng erta keladigan. Eng erta keladigani bu yerda Zafarda, Abdurahmonov Zafar. Ha, ajoyib. Siz necha yil davomida bularga sardorlik qildingiz? 2 yil. Guruh sardorlaringiz o'sha 2 yil davomida sizlarga qanday yo'lboshchilik qildi? Zo'r. Formali sistemada.